O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi energiya samaradorligi platformasida ishlash bo'yicha uslubiy qo'llanmani taqdim etadi. esma.uzax.uz platformasi aholi va biznes subyektlarini energiya servis bozoridagi xizmat ko'rsatuvchilar, yetkazib beruvchilar va moliya tashkilotlari bilan bog'lash uchun xizmat qiladi. Quyosh panellari, geokollektorlar va issiqlik nasoslariga subsidiyalar faqat energiya samaradorligi platformasi orqali sotib olinadigan uskunalarga tatbiq etiladi. Avvalo, esma.uzax.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishingiz lozim. Buning uchun ariza berish bo'limiga o'tasiz. Uy manzilingizni kiritasiz. Elektr, gaz va boshqa energiya sarfi bo'yicha ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Kiritilgan ma'lumotlar asosida bir kun ichida platforma tomonidan siz uchun elektron tender shaklida energiya auditor tanlanadi. Auditor uyingizdagi energiya sarfi hamda samaradorlikni oshirish choralarini o'rganadi. Energiya samarador qurilmalar o'rnatish uchun o'tkazilgan energiya audit xizmati to'lovlari xaridorga agentlik tomonidan subsidiya shaklida to'liq qaytariladi. Auditor xulosasiga ko'ra, sizning uyingizni energiya samaradorligini oshirish tavsiyalari beriladi. Masalan, quyosh panel, geokollektor, issiqlik nasos quvvatlarini o'rnatish va bundan tashqari boshqa energiya saqlovchi materiallarni qo'llash natijasida qancha energiya saqlab qolish hisob-kitoblarini taqdim etadi. Siz esa o'zingizga ma'qul kelgan tavsiyalar asosida platformada taklif etilgan energiya samarador qurilmalarga buyurtma berasiz. 24 soat ichida platforma orqali eng maqbul narx va sifatli qurilmalarni o'rnatib beruvchi ta'minotchi avtomatik ravishda tanlovchi shaklida tanlanadi va siz bilan shartnoma tuzadi. Eslatma: xaridor tomonidan energiya samarador qurilmalar sotib olish uchun buyurtma berilganda, qurilmalarni o'z mablag'lari hisobidan tijorat banklarining yashil ta'mir yoki yashil iste'mol kreditlarini rasmiylashtirish orqali hamda yetkazib beruvchilar tomonidan taklif etilgan bo'lib to'lash shartlari asosida xarid qilish mumkin. Bundan tashqari, yashil ta'mir krediti orqali xarid qilinganda, qurilma narxining 20% ni subsidiya qilish bilan birga, kredit foiz stavkasining 19% dan oshgan qismi ham kompensatsiya qilib beriladi. Shartnomaga asosan to'lovning 80% qismi platformadagi maxsus hisob varaqqa o'tkaziladi. Dalolatnoma rasmiylashtirilib, o'rnatilgan qurilmaning soz holati xaridor, energo auditor va hokim yordamchisi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng maxsus hisob varaqdagi mablag' hamda agentlik tomonidan subsidiya shaklida ajratilayotgan qurilmaning 20% qismi yetkazib beruvchining bank hisob varag'iga to'liq holda o'tkaziladi. O'rnatilgan qurilmalarni energo auditor va mahalliy hokim yordamchisi bir marta joyiga chiqib tekshirib ko'radi. Bu orqali subsidiya mablag'lari maqsadli ishlatilganligi nazorat qilinadi. esma.uzax.uz bilan uyingizning energiya samaradorligini oshirish oson. Energiya samaradorligi farovon hayot garovi.